Bismillah do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga bir ma'lumotni aytib o'taman. Do'stlar, bilasizlar, yo'lda har xil mo'jizalarni ko'rdim, katta masjidlarni ko'rdim Turkiyada. Lekin hozir men Madinada bir joyga keldim. Sizlarga ulashmoqchiman, tarixini aytmoqchiman. Qaranglar do'stlar, bu joy yer yuzidagi eng birinchi qurilgan masjidga keldim. Qubo masjidi. Ko'ringlar do'stlar. Yer yuzida eng birinchi qurilgan masjid ekan. Hozir kirib O'zbekiston xalqiga, musulmonlar haqqiga namoz o'qib, inshaalloh sizlar haqqlaringga ham duo qilib chiqaman. Do'stlar, meni kuzatgan hamma uchun birdek duolaman. Hech kim qolib ketmayapti. Yo'lda menga yaxshilik qilganlar, yordam berganlar hammasini haqqiga inshaalloh duo qilyapman. Hamma o'ylagan maqsadlariga yetsin. To'g'risi bunday joylarda turib hozir men umuman boshqachaman. Madinadaman do'stlar. Birinchi qurilgan masjid. Hozir ichiga kirib hammasini ko'rsatib boraman. Kelgandek bo'linglar sizlar do'stlar, ko'rsalaring ham kelgandek bo'linglar do'stlar. Hozir do'stimiz bilan kirib ketyapmiz. Do'stlar, kuzatinglar. Keyingi videolar inshaalloh zo'r bo'ladi.